Shuning uchun hech qachon buni damini chiqarmang. Agar damini chiqaradigan bo'lsangiz ham keyin dam solib qo'yishga to'g'ri keladi. Shuning uchun chiqarmagan ma'qul. Umuman bu yerni ochib o'tirishingiz shart emas. Zaxira bakimiz ham tayyor. Bunga shilangni o'rnatamiz. 3 ga bo'lgan shilangimizni bittasi mana. Bittasini 3 ga, bittasini 2 ga bo'lgandik. 2 ga bo'lgan shilangni, ikkita uzun shilangni semistitelga qotirdik. 3 tasini, bittasini отходga, bittasini zaxira bakiga, bittasini suv manbaga mana. Mana shu holatda qotiramiz. Mana bo'ldi. Juda oson. Mo seri rangni bosib tortib chiqarsak bo'ladi. Yana bunday qilsak kiradi bu. Zaxira bakimiz ham tayyor. Zaxira bakini joyiga o'rnatib olsak bo'ladi. Demak, zaxira bakini ostidagi plastikka joylashtiramiz. Zaxira bakini ham joylashtirdik. Keyingi qiladigan ishimiz suv filtrini o'rnatish bo'ladi. Suv filtrini bu tarafini yopmaganim sababi oxirida yopsak bo'ladi. Sababi ichiga suv ketmayotganiga ishonch hosil qilish uchun eng yaxshi usul shu. Mana bu probkalarni olib olamiz birinchi o'rinda. Buning uchun mana bu seri qismi mana shu qismi bosgan holatda tortiladi, shunda chiqadi mana. Juda oson. Buni bosmasdan tortsa mana hech qachon chiqmaydi, yulib olib sindirib olsangiz chiqishi mumkin. Shuning uchun mana shu holatda bosgan holatda tortib olsak juda oson chiqishi. Mana hamma narsasini chiqarib oldik. Birinchi zaxira bakini olaymiz. Mana zaxira baki. Zaxira bakni mana birinchiga uladik. Ikkinchiga toza suv. Ya'ni 4 ta filtrdan o'tadigan toza o'sma suvini o'zini ulaymiz. Semistitelni sariq tarafini ulaymiz. Mana semistitelni sariq tarafi. Mana bu yerga yozilgan pure water. Semistitelga ham mana yozilgan pure water. Pure waterni, ya'ni toza suvga ulaymiz sariq tarafini. Sariq tarafini shilangini olib olamiz. Mana sariq tarafi mana shu. Pure water, ya'ni toza suvga uladik. Toza o'smisdan chiqqan suv, ya'ni bu suvni nimaga ishlatamiz desak, ovqatga, choyga, umuman olib aytganda qaynatib ishlatish uchun pure water sariq tarafi yaxshi, qaynatib ishlatish uchun. Sababi toza suvning o'zi, suvning masalan ko'pchilik aytadi tarkibidagi minerallarchi desa, qaynatganda tarkibidagi suvning tarkibidagi minerallar o'ladi, baribir foydasi yo'q. Shuning uchun eng yaxshi qaynatib ichishga, choy qilib ichishga, ovqatga ishlatishga mana shu pure water tarafi yaxshi. Keyingisi clear water. Uchinchiga ulanadi mana. Mana ulandi. Mana clear water. Clear water. Buni nimaga ishlatamiz desak, buni qaynatmasdan to'g'ridan to'g'ri iste'mol uchun o'ta mazali suv tushadi, ham toza ham mazali. Bu tarafidan ichgandan keyin men o'zimda kuzatilgan holat, ko'chaga chiqqanimda, biron joyga chiqqanimda uyimdan suv olib chiqmasam, ko'chadagi suvlarni ichishga qiynalib qolaman, chunki bu suv filtridan to'g'ridan to'g'ri suv iste'mol qilganda albatta ko'chadagi suvlardan ancha mazali suv chiqadi. Sababi o'smis tizimi bir xil bo'lgani bilan to'g'ridan to'g'ri chiqadigan suv baribir mazali bo'ladi do'stlar. U baklashkaga qadoqlangandan keyin qandaydir bo'lsa ham uni sifati ketadi. Demak, buni to'g'ridan to'g'ri iste'mol qilish uchun qaynatmasdan. Qaynatib ichsam nima bo'ladi degan savolni berish mumkin. Ko'plar qaynatib ichsangiz ham hech narsa qilmaydi do'stlar. Farqi yo'q. Qaynatib ichasizmi, qaynatib ichmaysizmi? Ikkala tarafni ham qaynatib ham, qaynatmay ham iste'mol qilish mumkin. Umumiy qilib aytganda qaysi tarafni suvning mazasi sizga yoqsa, o'sha tarafdan iste'mol qilishingiz mumkin. Ikkita semistitel degani bu ikkalasi ham toza suv, faqat ikkala tarafdan ikki xil tamga ega bo'lgan suv chiqadi degani do'stlar. Kimga qaysi yoqsa shuni iste'mol qilishi mumkin. Demak, uchinchisiga kumush rangli tarafini uladik. Intil water, ya'ni kirish suvi.